Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa keyingi zakazlarimizni ham uстановka qildik. Bu yerga o'zimizga blok bosh kullagan yapdik. Tashqi tomonlarini akfalar bilan o'rnatib ichki taraf MDF bo'ldi. Bularimiz kvadrati 600 ming so'mdan bir qavatayna yo'lvida bo'ldi. Ekopendan doğrusu o'ta kuchli material. Har biridan bittadan ochilish bor bu romlarimizda. Mana xudo xolasa çok güzel. Bunun padagonlar bilan qo'yilgan. Bu tarafda ikki tomonlar fonli MDF. MDF'imiz kvadratiga 0.8 dek qalini MDF'di. Bularimiz 1 million 800-900 dan to'g'ri kelib turishi, kvadrati 700 ming so'mdan. Birigimiga 230. Zamonlari ham zamoch o'ta go'zal. Kalitlari ham mana ular 5 ta. Ochilib qilishlari ham go'zal. Bunlar rezinkalari bor. Romlarimiz razmeri 1.40 ga 1.50, 1.60 lik. Eshiklarimiz hammasi 1.230 standart. Romlari ham shunaqa. Xudo kimga aksiya xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilishlari mumkin. Xizmatlarimiz bu tarafı iç taraflarını yapanla verdik. Yeşil yan kalınlığı kalın. Açılı okuyuşlarımız da arası zor. Benim alaka çıkarası. Numaralarımız 99 339 96 90. Hizmetlerimiz alaka çıkarasılar.